Dadam yaxshilar. Oğlum. Yo'q, asabiylashmang. Yangi tushgan kelinda so'kib bo'lmaydi. Psixologический travma oladida keyin homilador bo'lmay qoladi. Mani bobom buvimni tarslatib so'kaydilar, lekin bu universitetda tuqqanlar-ku. Zamon boshqa deb pocha. Ya, to'g'ri pul qo'lga kiradi, lekin buni yuvish kerak degani emas. Kiyimlaringizga qo'shib yuvib qo'yinglar. Yassin. Ha, kuyov, unaqa so'kib bo'lmaydi. Psixoterapevtga Psixologik. ha, oladida keyin sut qochib ketadi. Bolaga kash olib berib so'ksam bo'ladimi? Tabiiy sut turganda kashaga bola bormi pocha? Bo'ldi, bo'lmasa 2 ga to'lgandan keyin so'kamanda. 7 yoshigacha emizaman. Meni ham ko'rgim kelyapti endi. Kartochka qovurdingmi yo bu shashlikni ko'mirmi? Ozgina kuyibdi xolos-ku. Yassan o'sha. Kuyov, ikki qat xotinni so'kib bo'lmaydi. Bolaga ta'sir qiladi. Travma holatda davleniya bilan tug'iladi. Men davlena bo'laymi bo'lmasa? Yo'q, yesa bo'ladi-ku. Ko'p yashang. Kuyov bola, rahmatli qaynotangiz shunaqa yaxshi inson edi. Men nimaga erta o'lib ketdi shu ering? Pocham-chi opamni umuman so'kmasdilar lekin. Siz ham kuyov nevaramizni so'kayvermang. O'zi biz uzoq yashaydigan avlod emasmiz. Ha, mana. Buvim yaxshilarmi? Kuyov, gazini bering. Bular o'lmay qolgan avloddan. Erkak so'kmasa o'zi o'lib ketayotgan. Кайф заработан потом и кровью.